6 oy bo'ldi o'ylanganimga. Yana 4 oy paylayman. O'g'il tug'masa haydab boraman debdi. Voy nomard. $5000 xarajat qilib men o'ylantirar ekanman-da, u qiz tug'sa haydab borar ekan. Men keyin o'g'il tug'adigan yana $5000 xarajat qilamishman. Bekorlarni aytibsan dedim. O'g'ilmi, qizmi farzand. Birinchisini ko'rgin. Rahmat. Birinchisini ko'rgin. Tug'ilmagan bola tishini sanab olmaydi. Keyin gaplashamiz. Yo, haqiqatan oradan 4 oy o'tdi. O'g'lim ham omad yurishgan ekandek. Kelinam naq qizni tug'ib berdi. Ajab bo'pti dedim. Xudodan tuya so'rasang, maynaqa echki beradi dedim. Hovli qish oqibati bu. Yo'q, haydab boraman. Yo'q, haydab boraman. Jib ber. Qanaqa bo'lasan? Keyingisini ko'rgin. Keyingisi o'g'il bo'lib qolar. Yo'q, haydab boraman. Shoshmay tur, baraka topkir. Oradan yana 20 oy o'tdi. Birga xotinim turib, adas turing. Ha, o'g'li ishga ketib qopti. Ana o'pti. Kelinni banisiga olib borish kerak. Rostmi? Ha, mashinani zavat qiling. Mashinani zavat qildik, kelinni banisiga olib bordik. Ikkita medsestra qiz ikkinchilarga olib chiqib ketdi, Radilli degan joyga. Darrov o'g'limga telefon qildim. "Ey bola, tez kel. Yangilik bo'ladanga o'xshab qoldi. Biz mana shu raddomdamiz. Kelsam, yugurib kelib, mana oldim kirib, qani. Kelib. Xotinim qani.